Hammaga xayrli kun o'rtoqlar. Bugun ajoyib yana bitta o'zim ichayotgan biodobavka haqida ma'lumot bermoqchiman. Faberlic kompaniyasi umuman hamma kompaniyalarda почти ko'ramiz, spirulina va xlorella suvotlaridan tarkib topgan mana shunday biodobavkalar. Faberlicda 50% spirulina, 50% xlorella. Farzandtalab insonlarga, gormonal buzilishlar bo'lib ketgan insonlarga, immunitet umuman tushib ketgan insonlarga va eng muhimi yod tanqisligi, bundan tashqari kamqonligi bor insonlarga aynan mana shu biodobavkani tavsiya qilaman. Kuniga och qoringa 6 tadan kapsuladan ichasiz. 2 stakan, 1-2 stakan suv bilan ichasiz. Ichidagi ko'rinishlari mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Yam-yashil ko'rinishda suvotlari bo'lganligi uchun va sizni immunitetingizni ham mustahkamlab beradi, yoshartiradi. Buni eritgan holatda maska sifatida ham yuzingizga ishlatsangiz bo'ladi. Ichkaridan yengil detoks beradi. Shunaqangi ajoyib bo'lgan mahsulot hisoblanadi. Tavsiya qilaman. 90lik 689 45 raqamiga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilsangiz, bu mahsulotni qanaqa qilib sklad narxida olish mumkin, bularni etap-etap sizga o'rgataman.